وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alloh taoloning cheksiz ne'matlariga hamd aytamiz. Bu ne'matlardan biri siz u bizni karamli oy, muborak kecha va bu karamli masjidda jamladi. Bu masjidda va shu o'rinda sayyidimiz mo'minlarning amiri Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu namoz o'qir edilar. Bu masjidda ummatning hakimi sayyidimiz Abu Darda radhiyallohu anhu dars berar edilar. Shuningdek sayyidimiz Damashqning qozisi Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu qazovat qilar edilar. Islom ulamolari bu yerda hadis aytar edilar. Sizlar Nasr gumbazi deb nomlaydigan mana bu joyda Abu Idris Xulan hadis aytardi. İnsanlar unga kelishar va ularga bu muborak shaharning imomlari haqida aytib berar edi. Bu shahardan butun dunyodagi musulmonlarning qarzi bor. Biz turgan bu shahar ahli tarix mobaynida islomni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini, Qur'on tafsirini va islom ilmlarini muhofaza qilib kelgan. Ular Ummaviylar masjididan, ya'ni shu masjiddan turib harakatlanishdi va bu dinning chirog'ini butun dunyoga taratishdi. Musa ibn Nusayr shu yerdan turib, mo'minlar amiri Valid ibn Abdul Malik buyrug'i bilan Mag'ribni fath qilish uchun qo'zg'aldi. Uning mavlosi Tariq ibn Ziyod Mag'ribdan turib, Andalusni fath qilish uchun otlandi. Andalus sizu biz turgan shu o'ringa tobe bo'lgan. Sayyidimiz Uqba ibn Nofi' radhiyallohu anhu shu yerdan turib, Liviya va Afrikani fath qilish uchun qo'zg'aldi va fath qildi. Hamda Qo'yravon masjidini barpo qildi. Shuningdek Jazoirni fath qildi va Mavritaniyaga kirib, o'sha mintaqalarda islomni yoydi. Ularning barchasi biz turgan shu joydan qo'zg'alishgan. Bu shaharning tarixi shu bo'lsa, uning kelajagi bundan-da buyukdir. Bu shaharning kelajagi shuki, sizlar shu o'rinlarda va masjidda Masih alayhissalom ichlarida bo'lgan holda bomdod namozini o'qiysizlar. U sizlarning huzuringizga kirgan vaqtda namozga iqomat aytilgan bo'ladi. Uning o'ng qo'li bir farishtaga, chap qo'li boshqa farishtaga qo'yilgan holda Damashqning sharqidagi oq gumbaz oldiga tushadi. Biror kofir uning nafasini hidlasa, tuz suvda erigandek erib ketadi. Uning nafasi ko'zi yetgan joygacha yetadi. Bu shahar yana qaytadan islom poytaxti bo'ladi. Bu makon qadimdan islom poytaxti bo'lgan. Shu yerdan turib dunyoning mashriqiga yu mag'ribiga futuhotlar taralganidan bu yerning farzandlari buyuk yetakchilar bo'lib, o'z jonlarini Alloh yo'lida qurbon qilishgani va butun yerlarni o'zlarining pokiza qonlari bilan sug'orishgan. Endi esa Iso alayhissalom odil hakam bo'lib tushgandan keyin yana qaytadan bu shahar islom poytaxti bo'ladi.